Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida noqonuniy ravishda o'q-dori vositalari savdosiga chek qo'yildi. Gap shundaki, Navoiy Uran davlat korxonasining moddiy texnik bazasi nazorat postida to'xtatilgan Onyx avtomashinasi ko'zdan kechirilganda, salonida 10 ta Uran jami 500 dona ov quroli patronlari borligi aniqlandi. Shuningdek, tezkor surishtiruv ishlari davom ettirilib, fuqaroning yashash xonadoni o'rganildi. Unda 12 Uran jami 600 dona ov qurol patronlari borligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur patronlar fuqaroning marhum otasiga tegishli bo'lgan. Biroq amaldagi qonunchilikka muvofiq o'q-dori vositalarini tegishli ruxsatnomasiz saqlash, sotish va tashish javobgarlikka sabab bo'ladi. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda fuqarolarimizdan qonun talablariga rioya etish, qurol o'q-dorilar masalasida mas'uliyatli bo'lish, arzimagan qiziqishni deb javobgar bo'lib qolmasliklarini so'rab qolardik.